Yaxshi erni hech kim tashlamaydi. Chunki yaxshi er kerak. Yaxshi er kerak. Yaxshi er degani energiya tomonlama mos, yaxshi er degani bolalarni oldida urmaydi, bolalarni oldida siymaydi, ichib olib, qusib, ko'rpalargacha bolalarni oldida tursuklarini ko'rsatmaydi yaxshi erkak. No, shunaqa yomon erkaklar ham borki, chidaydi ularni ayollari. Nima uchun ayollar mabodo ajrashib qolsa, yo hayoti to'g'ri kelmadi, yoki ko'p kaltakdan zarba yedi, o'lib qolmaydida, nimadir bo'lsa, nimaga sizlar bu yaxshi ayol emas, yaxshi ayol bo'lsa eri ketarmidi deb bahona qilasizlar, yolg'ondek ham. Kim yaxshi erni tashlaydi? Yolg'onchilar. Kim yaxshi erni tashlaydi? Boqib oladi kerak bo'lsa yaxshi erni. Kim tashlagan ekan? Ko'rmaganmiz. Yaxshi erni tashlamaydi hech kim. Hammaga kerak o'sha yaxshi er. Hammaga kerak. Hamma joyda talash. Qiz bola ham uni kerak bo'lsa tortishib talashadi, xotinidan tortib olay deb. Вот. Yaxshi erkakni hech kim tashlamaydi. Yomon erkakni tashlab ketgisi keladi. Yomon erkakni. Yomonligi yo zanuda, yo miyang'i, yo mayda gap. Umuman energiyasi, aurasi toza emas, bo'lgan shunaqa. Shuning uchun sizlar gapirib, nuqul ayollarni nima qilmanglar, voy ayol ajrashdimi, yaxshi er bo'lsa ajrashmasdi. O'zi u er bo'lmagandir, erlik qilmagandir. Misol. Bor-ku shunaqalar. Mana qanchasi bor. Mana o'zimni qarindoshlar, tanishimda. Bir urib jag'ini sindirib qo'ygan xotinni, keyin ota-onasi o'zi ajrashtirib oldi. Bitta bola tug'ib bergan xotinni jag'ini sindirib tashladi. Ajrashadi, shizik bo'lib yotibdi, shizik. O'lib ketish kerakmi endi? Odamlarning gapiga chidayman deb. Unaqa urib jag'ini sindirib tashlasa, tasavvur qilinglar. Yana sevgisi yo'q. Agar sevgisi bo'lganda ham amallab chidardi. O'shaning uchun nimaga siqilib o'ylaysizlar? O'zingizlarga ishonmaysizlarmi? Tashab ketganmi? Yaxshi bo'pti. Aurangiz umuman to'g'ri kelmagan, energiyasi to'g'ri kelmagan. Aurasi to'g'ri kelmagan, energiyasi to'g'ri kelmagan qo'rqoq odamni boshingizlarga urasizlarmi? Unuta olmayman deb. Yosh bo'lsanglar ekan 15 yashar yig'lab yursanglar, 15 yasharlik paytda yig'lab yigitini sog'inib xat yozishib yurishadi odamlar. Hammada bor. Lekin 25 dan oshdingizmi, arzimaydi-da. Bir yigit uchun yig'lab, oylab, yillab arzimaydi. Rejani ishni ko'rish kerak, soqqani qilish kerak, ishlash kerak, mehnat qilish kerak, sog'lomlashtirish kerak odam o'zini. Foydasi yo'q unaqa narsalarni o'ylashga. Yana undan tashqari sekret ayting. Siz o'sha yigitni o'ylab juda ham вот ko'ryapsizlarmi? Energiya qarama-qarshilikda bu mana. Energiya qarama-qarshiligiga ketyapti. Demak, kimdadir qarshilik uyg'ondi shekilli. Aynan bu mavzuda qarshilik uyg'ondi-da. What the fuck deydi-yu. Agar siz bitta yigitingiz bor, bitta shiptir yigitni sevib qoldingiz. Rosa energiya berib uni o'ylasangiz, o'zi sevganingizda uni ishi yurishadi. Sevgini to'xtating, ishi orqaga ketadi. What the fuck? Sevgi. Chunki energiyani erkaklar ayol zotidan oladi, bo'ldi. U mehnati, talanti, qobiliyati, uni pul topishi, u bir qanaqadir ayoldan energiya oladi, o'shaning uchun uni ishi yurishadi. Bo'lmasa unga hayot qizig'i yo'q. O'sha narsani reallashtirib beruvchi ayol zotidan oladi energiyani. Siz sevib turgan yigitingizni просто tak siz umuman unga energiya bermasdan shundoq to'xtating, bo'ldi, ko'rasiz uni, tomosha qilasiz. Kundan-kun xunuklashadi, puli kamayadi, finansiy blok tushadi. Misol, siz oddiy eringizdan xafa bo'ling, eringiz ishi orqaga ketadi. Nega? Chunki sizning energiyangiz uni mazmun kiritib turibdi hayotingizda. Chunki sizning energiyangiz toza. Tushunyapsizmi? Siz uni tozalarcha sevgansiz, toza sevgansiz uni. Toza sevganingizda uni ishi yurishaveradi, u yildan-yil yutuqqa kirishadi. Siz sevmay qo'yishingiz bilan u blokka tusha boshlaydi. O'shaning uchun agar eringiz bo'lsa, iloji boricha eringizni sevishga harakat qiling. Uni ishlari yurishib ketsin. Ko'p uzoq xafalashib yurmanglar. Agar shiptir yigitingiz bo'lsa, sizni tashlab ketgan bo'lsa, battar bo'lsin. Battar bo'lsin. Energiya bermang. Energiyani o'zingizga qarating, oilangizga qarating. Ana shunda sizning ishingiz 5 bo'ladi. Super bo'ladi. Energiya bermang. Siz qancha birovni unuta olmay yig'lab yuribsizmi o'sha dugonangiz uchun, yigitingiz uchun-da? Siz energiyangizga qo'shib pulingizni ham berib qo'yyapsiz-da. Chunki kuda вот qatga ketyaptimi, qatga qarayapsizmi uzoq, o'sha yerga energiya tushadi-da. Zachем?
kerak emas. Siz ayol bo'lsangiz, energiyani katta mощniysi sizda.